Go'zallarim, men sizlarga bitta zo'r narsani tavsiya qilmoqchiman. Hozir bilasizlar, уже yangi yillar yaqinlashyapti, hamma bir-biriga sovg'a qidiradi. Ayniqsa uydagilarga, ota-onaga sovg'a bersamikan yoki yaqinlarga sovg'a bersamikan. Sizlarga super effekti bor, просто sizlarga rahmat keltiradigan sovg'ani men tavsiya qilaman. Ayniqsa ota-onaga, qaynona-qaynotega bu zo'r sovg'a bo'ladi. Jenshin. Tushuninglar, original, toza jenshinni sovg'aga bersanglar, afsuslamaysizlar. Bu anorli jenshin. Bu ayollar uchun, jenshin yana boshqa turlari ham bor. Har xil, u erkaklar ham ichsa bo'ladi. Ayniqsa qandli diabet, sahrdan qiynalayotganlar, o'sha O'zbekistonda juda ko'pchilik sahr bor. Qon aylanishi, qon buzilishi, organizmdagi har xil muammolarga kelgan yoshlik eliksiri, energiya beradi, uyqusizlik, immunitet tizimini mustahkamlab beradigan narsa bu jenshin. Qizlar, buni ichida 30 ta bo'ladi, 10 tadan men o'zim bittasini olib ichganman. Bundan men o'zim onlayn magazinimga sotuvga qo'yganman. Просто wow narsa. Qaynonam sevib ichadi, chunki biz tez-tez sovg'aga jenshin berib turamiz. Voy, xursand ketadi, chunki Koreyada eng qimmatbaho bo'lgan narsa bu jenshin hisoblanadi. Qizlar, bu stikli bo'lgani bilan, stikli deman, bu suyuqroq, anaqa kollagenga o'xshagan poрошокli emasda, bu suyuqroq, mazza qilib ichsa bo'ladigan narsa. Просто wow. Menga obuna bo'ling, men bilan bo'ling. Qiziqarli videolar oldinda.